Bugun Andijon viloyatidagi Bog'i Shamol dam olish maskani haqida. Xullas manzara menga hozircha yoqyapti. Qiziqarlilar qarang. Nima deb o'ylaysizlar? Ayni paytda men turgan joy Bog'i Shamoldagi eng Assalomu alaykum barchaga. Sizlar Hasanboy Ibrohimovni YouTube kanalidasizlar. Bugun Andijon viloyatidagi Bog'i Shamol dam olish maskani haqida sizlar uchun maxsus ko'rsatuv tayyorlaganman do'stlar. Ayni paytda soatimiz 9:10 daqiqani ko'rsatyapti. Farg'ona bo'yicha Farg'onadan keldim hozir. Ya'ni Farg'onadan keliboq Bog'i Shamolga kirganman, ya'ni old maydonidaman do'stlar. Xullas 1,5 soatlik yo'lni bosib kelib yetib keldim xullas. Jamoadoshimni mazasi yo'q edi. Shuning uchun bugun ko'rsatuvni o'zim olib boraman. Bugun sizlarga Bog'i Shamol haqida qisqacha bir yarim soatlik ko'rsatuv tayyorlamoqchiman. Meni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar, sayohatimni yana ham rivojlanishi uchun, ya'ni mana shu YouTube kanal rivojlanishi uchun donat qilmoqchi bo'lganlar, mana shu karta raqamlarga donat qilishingiz mumkin do'stlar. E'tibor uchun rahmat. Kutaman lekin. Bog'i Shamolga kirishingiz bilan Bog'i Shamolda Zahiriddin Muhammad Boburimiz bobomizni ramziy ma'nodagi qabrlari bor. Adashmasam ana shu tepalikda. Ramziy ma'noda deganim, ya'ni barchamizga ma'lumki, Bobur bobomiz Hindistonda vafot etgan. Hindistonda dafn etilgandan keyin xokini mana shu yerga olib kelingan. Olib kelib mana shu yerda ramziy ma'nodagi Boburning qabrini tashkil etishgan do'stlar. Albatta bu andijonlik, ya'ni umuman o'zbekistonliklar uchun bir katta bir majmuaga aylangan ana shundan so'ng. Bu tomonda maxsus muzey. Hozir ochiqmi yopiqmi bilmadim, lekin men hozir sizlarga o'sha Boburni qabrini ko'rsatmoqchiman. Bog'i Shamolning o'sha mashhur faqirchalari. Hozir mana shu faqirchaga chiqib sizlarga bu joyni batafsil tevaliqdan ko'rsatib beraman do'stlar. Mana sizlarga aytgan o'sha bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburni Agra va Kobul shaharlaridagi olib kelingan tabarruk tuproqlari qo'yilgan ekan mana shu yerga do'stlar. Siz bu haqida eshitganmidingiz? Kommentariyada yozib ketinglar. Bu Andijon viloyatidagi Bog'i Shamol dam olish maskanida Zahiriddin Muhammad Boburni tuproqlari olib kelingan ramziy ma'nodagi qabrlari do'stlar. Bu esa Bog'i Shamolning o'sha qabrning yuqori qismidan ko'rinishi. Endi men sizlarga do'stlar ko'rib turinglar, video bugun boshqacha bo'ladi. Atmosfera nima deyapti do'stlar? Zo'ra. Salqinligini qaranglar. Adashmasam bu yerda tapchanlarning narxlari kishi boshiga 15-20 ming so'mdan boshlab ketaversa kerak. Yana bilmadim. Yana bitta so'rab beraman. Oxirgi marta kelganimda shunaqa. İçini yopib qo'yishdimi? Yopib qo'yishdimi ichini? Hop. Hop. Qaranglar, choynak, piyola. Nima deb o'ylaysizlar, bu nima uchun qurilgan? Menimcha shu mehmondo'st andijonliklarning qaysidir ma'nodagi ramziy ma'nosi bo'lsa kerak. Do'stlar, bu O'zbekistondagi eng katta choynak piyolalardan bittasi. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida ham bor do'stlar. Zo'ra, kattaligini qaranglar. Bu ham Bog'i Shamolda. Xo'p, dam olgani joylar ham bor ekan do'stlar. Mana bunaqangi marujnaxonalar, muzqaymoqlar, shashliklar bor ekan. Xullas, bemalol kelib ovqatlanish, dam olish imkoniyatiga ega bo'lar ekansiz bu yerda. Hozir mana shu faqirchaga chiqamiz. Lekin joyga maza qildim. Rosa ham salqin ekan do'stlar.
Gulga qiziqadiganlar bu yerda gul ham sotishar ekan do'stlar. Zo'ra. Do'stlar, o'sha Bog'ishamoldagi mashhur paqirchaga chiqyapman. Rahmat. Xullas boshladik. Mana Bog'ishamoldagi mashhur paqirchaga ham chiqib oldik. Ancha yangilanib qopti do'stlar. Chunki 2 yil oldin chiqqanimda bu ancha abgor holatda edi bu paqirchalarning ahvoli. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu paqirchaga chiqish narxi kattalarga 20 ming so'm, kichik yosh bolalarga 10 ming so'm ekan do'stlar. Wow, manzara nima deyapti? Bu tutunlarni hisobga olmasa, hammasi rosa ham chiroyli. Sizlarga zo'r manzara ko'rsataymi? Buni qaranglar do'stlar. Voy! Akalar to'xtab qolishdimi, o'chib qoptimi, nima bu? Xullas manzara menga hozircha yoqyapti. Voy! Yuqoriga chiqqanim sari shabadalashib, mazza havo bo'lyapti do'stlar. Buni qaranglar. Chaqpalak. Wow, Andijon. Mana senga Andijon dedi-ku. Shu kerakmi? Yoshga ota tog'amiz chiqdilar. Qale bo'lyapti tog'a? Zo'rmi? Opa, qo'rqmayapsizmi? Qo'rqyapsizmi? Oz qoldi. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Mana bunaqangi to'xtash nuqtalari bor ekan oralarida, ya'ni mana shu joylarga to'xtab qolasangiz, yana yo'lda davom ettirib, piyoda davom ettirishingiz mumkin ekan. Yoki bo'lmasa mana pastga mana bunaqangi yoshlarga o'xshab tushib olib va adirda aylanib yurishingiz mumkin ekan do'stlar. Faqat texnika xavfsizligiga rioya qilib qo'ysangiz bo'ldi. Mana shu kemaga ahamiyat beramiz do'stlar. Mana shu kemaga ham sizlarga alohida bir urg'u berishni xohlayman. Borib ichkarisini ham ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Xullas do'stlar, 25 daqiqalik paqirchadagi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni Bog'ishamoldagi yuqori qismiga chiqqanman do'stlar. Mana hozir qanchalik tevaga chiqqanimni ham hozir o'zingizlar ko'rishlaringiz mumkin. Ma'lumot o'rnida sizlarga bitta ko'rsatib qo'yaman. Qaranglar, manzara nima deyapti? Zo'ra. Mana sizlarga ko'rsatgan o'sha kema. Endi yana ham tevasiga chiqib berib ko'rsatib beraman hozir. Bu yerda ham dam olish joylari bor ekan. Mazza qilib, oilaviy kelib dam olishingiz mumkin ekan. Nimaga o'tlar bu sariq turibdi? Shunga hayron qolyapman do'stlar. Qaranglar. G'alati sahroga o'xshaydi-ya. Yam-yashil bo'lganda yana ham zo'r bo'larmidi? Nima dedinglar do'stlar? Sariq. Yo yomg'ir yog'mayaptimi betlarga? Yo kasallik teganmi? Oldin bir manzaraviy yam-yashil bo'lib turardi. Bolachalar yayrashyapti. Do'stlar, Bog'ishamoldagi sayohatimiz davom etadi. Mana bunaqangi balonda uchish narxi kishi boshiga 15 ming so'm ekan, do'stlar. Mazza. Endi yana ham yuqoriroqqa ko'tarilamiz. Bog'ishamolni nima uchun Bog'ishamol deyilishiga sabab bo'lishi
Sabab nima deyishingiz mumkin? Ya'ni bu yerda kuchli shamollar bo'ladi, adashmasam. Bo'lgan, hozir ham bo'lib turadi. Shuning uchun bu yerning nomi Bog'i Shamol. Ma'lumot to'g'risida shunaqa deb eshitganman. Sizlar bu haqida qanaqa ma'lumotga egasizlar? Agar sizlarda bir qanaqadir fikrlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar do'stlar. Ana do'stlar, qanchalik tevalikka chiqyapman. Ana shu joydan mana shunaqasiga chiqib kelyapman do'stlar. Mayli. Yana oz qoldi. Ana shu tevalikka chiqib qolsak bo'ldi. Ketdik do'stlar. Chaqbalaylar, muzqaymoqlar. Bunaqangi dam olish joylari bor ekan do'stlar. Xo'p, hozir ko'rsatgan joyimda 5000 so'mga muzqaymoq olib yeyapman do'stlar. Charchab ketdim, chunki piyoda chiqdim. Chiqishda paqirchada chiqdim. Paqirchada chiqqaningizdan keyin ham yana ozgina yurar ekansiz do'stlar. Lekin joy yaxshi. Balkim hozir soat 10 ga yaqinlashib qoldi. Kun isib ketmayotgandir. Arojunadan olinglar. Hop, Tevadagi Bog'i Shamoldagi Chaqbalaga ham chiqib oldim do'stlar. Hozir sizlarga bitta zo'r manzarani ko'rsataman. Buni qaranglar. Ozgina olib to'y, lekin atak dahshat. Mana do'stlar. Do'stlar, Chaqbalaga chiqish narxi 10 ming so'm ekan do'stlar, 10 ming so'm ekan. Chaqbalaga bemalol chiqib, yana ham tevaroqdan ko'rishingiz mumkin ekan. Xo'p, bu yerga yangi attraksionlar qurilishni boshlabdi. Yoki eskisini buzib tashlashyapti. Menimcha qurishyapti ekan, yangi qurishyapti ekan. Buzilganlari ham bor ekan. Menimcha yangilab qanaqadir o'zgartirish kiritishyapti shekilli do'stlar. Lekin qoyil. Lekin aytib qo'ya, bu joylargacha hech kim sizlarga ko'rsatib bermaydi. Ayni paytda men turgan joy Bog'i Shamoldagi eng baland nuqta. Shunaqangi shaboda bo'lyapti do'stlar. Bu joy Bog'i Shamolning tugashi, qarochi. Dam olish maskanining tugashi, oxirgi nuqtasi. Endi pastga tushaman. Pastdan sizlarga yana nimalar borligini ko'rsatib o'taman do'stlar. Xullas shunaqa gaplar. Manzarani bitta ko'ring. Andijon. Bobur yurti Andijon bu. Wow. Nima deb o'ylaysizlar? Narxiga arziydimi? Kommentariyada yozib ketinglar. Lekin yosh bolalar mazza qilishyapti do'stlar. Xullas, men ham tushmoqchi edim, odam rosa ko'p ekan. O'tirtagan vaqtdan yutkazib qo'yaman deb to'g'risi chiqmadim. Mana shu kemaga tushamiz hozir do'stlar. Pastga ozgina piyoda tushamiz, lekin ichida nima borligini sizlarga ko'rsatib beraman. Rangi arka qurishyapti ekan do'stlar. Mana buni qaranglar. Qo'rqinchli mana. Bitta zo'r narsani aytmasam bo'lmaydi. Opto bo'lib ketdi deb so'mkamning ichida kepkan bormikan deb qidirsam do'ppi chiqib qoldi. O'zi odatda ko'rsatuvlarimga do'ppida chiqardim. Bu so'mkamga qayerdan tushib qoldi, to'g'risi bilmayman. Chunki kepkam olganim esimda. Kepkam avtomobilimda qolib ketibdi. Shuning uchun hozir so'mkamning ichini bir qarab ko'raveraychi deb qarasam, do'ppim turibdi. Optodan saqlanish uchun kiydim, modaga yoki boshqa narsaga emas. Birinchi marotaba do'ppidan haligi nimasam bo'ladi. Tabiiy zararlanmasligi uchun do'ppidan foydalanyapman do'stlar. Bundag'ida shu modaga yoki bir patalarga, shunaqa narsalarga kiyganman, lekin birinchi marotaba bugun oftodan saqlanish uchun do'ppi kiydim, ya'ni boshdan opto urib qo'ymasligi uchun. Xullas, biz pastga tushyapmiz. Ana shu kema tomonga qarab yo'l yurishni boshladim. Endi ozgina nima ekan, yaqinroq ekan, shuning uchun piyoda tushyapman. Keyin yana paqirchaga chiqib piyoda yurishni va nihoyat yetib keldim o'sha ertaknamo kemani oldiga do'stlar. Qiziqarli qaranglar. Zo'r qilib qo'yishibdi. Dekoratsiya g'oya zo'r. Chiroyli, hamma yo'q zo'r, lekin shu yerda odam yo'q. Nimaga odam yo'q? Odam juda kam. Shunday joyda ham odam kam bo'lishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysizlar?
Mana kema. Kemaga kirish qoidalari 10 ming so'm ekan bu yerga kirish narxi. Oldin tashqarisidan bitta ko'rib olaylik. Zo'ra, kema bor. Hamma yoq bor lekin suv ham bor ekan. 10 ming so'mga kirdim do'stlar. Bu kemani qurilish jarayonlari ekan do'stlar. Zo'ra. Ve diskoteka ekan. Zo'ra, haqiqiy kemani ichida yurgandaqa bo'lar ekansiz lekin. Yana ham bir nimalar qo'shish kerakmikin, rivojlantirish kerakmikin debdi. Oxirida tennis bor ekan. Hormanglar. Xo'p, do'stlar, kapitan Hasanboy Ibrohimov nimadirda kemani asosiy boshqaruv qismiga o'tyapti, do'stlar. Buni qaranglar. Titanic kemasiga chiqib qolgandayman, xuddi endi. Xudo nasib kruiz sayohatlariga ham chiqib, filmi. Qaranglar, haqiqatga o'xshar ekan-a? Bular jangovar holatlarga tayyorgarliklar uchun bo'lsa kerak. Vau. Omma qoyil. Zo'r. Manzarani qaranglar. Kemani qaranglar. O, ishlarkan. Faqat o'zi ishlarkan. Bu yerga o'zimning shaxsiy fikrim, yana bir boshqacharoq narsalar qo'shish kerak. Ya'ni odamlarni jalb qilish uchun qo'shimcha ravishda bir o'yinli narsalarmi yoki bir dekoratsiyalarmi, xullas rivojlantirish kerak. Faqat yomg'irda bir chirtib turmasdan, to'g'rimi? Nima dedinglar? Bu yerga qanaqa ideya qilsa bo'ladi, nimalar qilsa bo'ladi? Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Chunki bu joydan yaxshigina bir turistik joy qilib foydalansa bo'ladi. O'zimning fikrimda endi. Yana bilmadim dedi-yu. Xullas kemadagi sharoitlar mana shulardan iborat ekan. Shaxsan menga bu joyga 10 dan 10 bahogacha reglamentda bu joyga men 4 baho qo'yaman. Sizlar necha baho qo'yasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Shundoqqina Bog'i Shamol yonginasida yangi ochilgan Andijondagi yangi Akula akvaparkiga ham kirib o'tmoqchi bo'ldim va sizlarga mana shu ichki jarayonlarni ko'rsatib beraman do'stlar. Vau, ichini qaranglar do'stlar. Mana sizlarga atmosfera nima deyapti? Xullas do'stlar, bekkaman shortisiz keldim. Ya'ni cho'milishim bilmadim, mana bunaqangi shorti oldim. 50 ming so'mga mana shu yerda o'zi sotishar ekan. Endi mana shu yangi ochilgan akvaparkda cho'milib beraman do'stlar. Ko'rasizlarmi? Nima deyapti? Xullas bu joyga kirish narxi 120 ming so'm ekan. Ayollarga ham, erkaklarga ham, yosh bolalarga adashmasam 80 ming ko'rdimmikin? Ha, 80 ming yosh bolalarga, 100 ming ayollarga, 120 ming erkaklarga ekan. Do'stlar, narigi tomoni mana shu tomoni ayollar va bolalar uchun mo'ljallangan ekan do'stlar. Bu tomonlarda xohlasangiz kirib, har xil ichimliklar ichib, dam olish qaymoq ichish mumkin ekan. Olyapsizmi? Olon.
Nima deb o'ylaysizlar? 120 ming so'm mana shu joyga kirib cho'milishga, maza qilishga arziydimi? Kommentariyada yozib keltinglar, lekin menga yoqdi do'stlar. Do'stlar, shuning bilan Bog'i Shamoldagi akvaparkdagi umuman bugungi sayohatim o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Hasanboy Ibrohimov bo'ldi. Salomat bo'linglar, like bosib qo'yinglar, yaqinlarga yuborib qo'yinglar do'stlar.